Stolimiz ustida hozir Apple tomonidan ishlab chiqarilgan bir dona simli Airbus turibdi. Nega bir dona? Qolgan 2 donasi, qolgan 2 donasi qanaqa deyishingiz mumkin. Qolgan 2 donasi original emas, Xitoy. Uchalasi ham dizayni, fokus yaxshi olmayapti. Bir xil mana. Uchalasini fokus ostida ko'rsatadigan bo'lsam, dizayni bir xil. Yon tomonlari. Yon tomon tekstlar, Kaliforniya dizaynlarigacha bir xil. Bugungi videoda Apple tomonidan ishlab chiqarilgan simli Airbus'ni fake'dan originalni ajratishni va nima uchun Apple device foydalanuvchilari uchun ham budjetni, ham sifatni bittada xohlaydiganlar uchun iminni nimaga bu Airbus'ni tavsiya qilishim haqida gaplashamiz. Demak, siz bilan yaqin vaqt ichida men Ibrohim va bu Connect Mobile loyihasi. Studiyamizga 3 xil turdagi Airbus'ni olib keldim. Bittasi buni original, bittasi juda ham arzon bo'lgan, xalq tilida aytganda tufta model va uchinchisi o'rtacha. Birga bir kopiya deydi-ku. Sifati yaxshi, lekin Xitoy deydi-ki, xuddi shunaqa modelni olib kelib oldim. Bozorda bunaqa 3 xil model emas, kerak bo'lsa bir 5 xildan ortiq modellarni topishimiz mumkin. Model deganda kopiyalarni topishimiz mumkin. Masalan, originalni kopiyalari sal yaxshiroq kачествоda, undan sal yaxshiroq, sal undan ham yaxshiroq kачествоda, undan ham yaxshiroq kачествоda. Mana magazinda turibmiz biz. Qaysi biri originalligini bilsak bo'ladi. Hozir uchalasi ham dizayni bir xil. Dizayndan ajratishimiz juda qiyin masala. Rangiga keladigan bo'lsak, men bittada sezdim. Hozir bu ikkalasi qanaqadir oppoq emas-da. Mana bu ham oppoq. Endi kamerada qanaqa ko'rinadi? Ko'rinarmikan? Kamerada bilmadim, bir xil ko'rinyapti. Mana chap qo'limdagi oppoq, o'ng qo'limdagi ozginagina bir xirada, buni ko'z sezsa kerak. Orqa dizayniga keladigan bo'lsak, orqa dizayni ham bir xil. Lekin mana ochganimizda men bu yashil ikon bularga qaraganda kачествоsi tiniq ko'rinyapti. Va videoyimizning shu joyida sotuvchilar ichida sir saqlanadigan bitta narsani aytib o'tib ketaman. Mana masalan, bu shtrix kod bo'ladi. Mahsulot orqasida bunda ham bor, bunda ham bor, bunda ham bor. Mana shu joy o'zida o'zi original yoki original emasligini farqlab olsak bo'ladi. Qanaqasiga desangiz, bu libboy mahsulotga o'tadi. Bu xoh simli Airbus bo'lsin, xoh AirPods bo'lsin, xoh umuman boshqa turdagi aksessuar bo'lsin, hozir o'rgatgan yo'lim orqali uni qanaqa kачестводagi mahsulot ekanligini bilib olsangiz bo'ladi. Mana masalan, buni oladigan bo'lsak, shtrix kodga qaraymiz. Shtrix kodni mana bu joyda, agar bunda ko'rinmasa rasmga olib qo'yaman. 3 ta A va K harfi bor. Bu 3 ta A va K harfi AAA kopiya degani. Va bu eng sifati past arzon mahsulotlarda bo'ladi. Mana bunga e'tibor bering. Ko'rinyaptimi? Bu ORG/ va K. Bu nima degani? Original kopiya degani. Bu prям sal kачествоsi yaxshiroq degani. Va bunga e'tibor bersangiz, iPhone Type-C original. Mana shu tariqa original yoki qanaqa kачествоligini bilib olsangiz bo'ladi. Va endi bularni sekin ochamiz, qarang. Mana o'ng tarafdagi original, bunisi o'rtadagi chap tarafdagi eng kачествоsi pasti. Aytgancha bitta narsani aytishdan chiqibdi. Hamma magazinda ham bu shtrix kod odatda bo'lmaydi. Katta magazinlarda bo'ladi asosan. Agar bunaqa bosh og'riq kerak emas, menga pulim to'lay, original narsa kerak deydigan bo'lsangiz, Connect loyihasini, Connect aksessuar Telegram kanali bor. Bu joyga o'tib ko'rsangiz, xoh simli Airbus bo'lsin, xoh boshqa turdagi aksessuar bo'lsin, faqat original bo'lgan aksessuarlar sotadi. Bosh og'ritmasdan shu joydan olsangiz bo'ladi. Qani buni bitta ochib olamiz. Eng arzoni ochilishi ham qanaqadir sifatsizga o'xshadi. O'rtacha kачестводagi. Bu ham shunaqa ochildi-ku. Va original. To'g'ri ochildi bu. Eng arzonini chiqarib olamiz. O'rtachasi va originali. Bundoq qo'yib oladigan bo'lsak, eng kачествоsi pastdan chiqadigan qog'ozcha, o'rtachasi va originaldan chiqadigan kitobcha desak ham bo'lar ekanda, qarang. Foydalanuvchi qo'llanmada endi har xil tilda har bitta detalni qanaqa ishlatilishini yozgan bo'ladi. Bu buni ko'chadagi
Printer chiqaradiganlarga chiqarganga o'xshaydi. Juda ham kачествоsi past. Naborot, mana bu eng arzoni qog'ozi kачестволиroq. Xullas, o'sha tushundik bular bizga вообще kerak emas. Endi asosan bu kamerada ko'rsataman, chunki bu kameramiz tiniqda. Asosiy detalli narsani bu kamerada ko'rsatganim yaxshi. O'zi Apple'da har bitta aksessuarni ham, telefonni ham ochganimizda qanaqadir estetika berish uchun shunaqa qaloqlab qo'yadi mana. Qirs deb olamiz u. Endi buni mikrofon kачествосini, ovoz kачествосini birgalikda test qilamiz. Birinchi eng arzonidan boshlaymiz. Hammada bo'lgan bo'lsa kerak. 80 ming, 60 ming, 50 ming, 100 mingga AirPods olasiz. 1,5 oydan nariga o'tmaydi-da. 8-sinf yo 9-sinf paytim ishlatganimda avtobusga chiqardim. Ko'p AirPodslar bo'ladigan bo'lsa ulanmasdi. O'sha payti bilmadim, 80 minglik AirPods ishlatganmanmi yo 70 minglikmi? U paytlar o'zi qimmat bo'lardi. Hozir bilmadim, bir 30 mingga ham AirPods topsa bo'ladi. Kabelning kачествосini bitta ko'raylik-da undan oldin. Qanaqadir o'rtacha sifatdagi qattiqroq, kачествоsi pasti, qanaqadir qo'lga yopishadiganroq. Uy, mana-da, prям telefonga qo'yib test qilmasimdan oldin bilinib turibdi-da, juda yoqimli qanaqadir. Xullas, boshlaymiz qani kачествосini test qilishni. Sakkizini his qilyapman. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Srazi. Bittada sezdim. Bundan bast kачествоsi sal yaxshiroq, salmas ancha yaxshiroq ekan. Wow, 8 dini kачествоsi ham boshqacharoq. Qanaqa tushuntirib bersam buni? O'ngda ko'proq his qilyapman bunda. Masalan, o'ng tomondan ovoz chiqayotgani ko'proq his qilyapman. Chapga o'tdi hozir, chapdan ko'proq ovoz chiqqanini his qilyapman. Bunda juda ham his qilish sal qiyinroq edi qanaqadir. Endi original legenda qani? Original AirPods'imizdan bizdan hech narsa so'ramadi. O'zi avtomatik bilib tanib oldi. O'zi shunaqa bo'lish kerak. Yo, men bittada farq sezdim yana. Hozir yana ozgina eshitdim, men o'zim hissiyotimni to'liqonli aytib beraman. Prosta wow. Buni hozir mikrofonni ham test qilamiz. Undan oldin hozirgi hissiyotimni gap bilan sizga yetkazib berishim kerak. Qanaqa yetkazib bersam? Oldin bu AirPods'larni hammasini bitta-bitta ishlatib ko'rganman, lekin uchalasini bittada hech test qilib ko'rmaganman. Men o'yladim, mana buni birinchi taqdim bu. Eng arzoni va eng kачествоsi pastini. Boshida bo'lim meni yaxshiroq bo'lsa kerak, hammasini kачествоsi bir xilroq bo'lsa kerak deb o'yladim. Va taqdim basi, ovozi yaxshi chiqdi. Yaxshi dedimda ikkinchisiga o'tdim. Ikkinchisiga o'tgandan keyin audio yana ham bilinyapti 8D-ligi. O'ngdan chapdan orqadan kelgan ovozlar yana ham zo'rroq bilinyapti. Bas ham kачествоsi yaxshi. Bo'ldi bu original bilan pashti bir xil bo'lsa kerak deb originalni taqdim. Bas kачествоsi ham o'ng, chap, orqa 8D muzika yana ham aniq va tiniq bilinyapti. Bu degani nima degani? Mana ovozda bas bo'ladi va vokal bo'ladi. Mana siz tushunarli tilda, yana tushunarli tilga o'giradigan bo'lsak, PUBG ga o'giramiz. PUBG da iminni o'qit ovozi, mashinaning ovozi, o'ngdan chapdan orqadan kelgan ovoz iminni vokal qismida bo'ladi. O'sha vokal qismi qanchalik aniq bo'ladigan bo'lsa bu naushniklarda, o'shancha biz yaxshi shakda eshita olamiz. Bu naushniklarning ichida vokal qismini eng kачество bilan chiqarib beradigan original AirPods bo'ladi. Demak, endi buni mikrofonini test qilamiz. Diktofonga kirib olaman. Assalomu alaykum, siz hozir Connect Mobile loyihasida AirPods'larni testini tomosha qilyapsiz va original AirPods'da yozilgan golos. Assalomu alaykum, hozir siz Connect Mobile loyihasida men bilan birga AirPods'larni test qilyapsiz va bu AirPods'imiz o'rta kачестводагisi va eng oxirgi naushnikimiz sifati juda ham past, puli arzon bo'lgan AirPods. Qani endi buni eshitib ko'radigan bo'lsak. Va eng oxirgi naushnikimiz sifati juda ham past, puli arzon bo'lgan AirPods. Assalomu alaykum, hozir siz Connect Mobile loyihasida men bilan birga AirPods'larni test qilyapsiz. Salom. Assalomu alaykum, siz hozir Connect Mobile loyihasida to'g'risi videoni boshlashdan oldin o'rta kачество bilan originalda uncha farq bo'lmasa kerak deb o'yladim. Chunki o'rta kачество degan normallik qimmatda, lekin yer bilan osmonchalik farq bor-ku buni. Xullas, endi albatta обязательно buni bosilishini ham test qilib ko'rishimiz kerak-da. Mana bosilishini mana mikrofon bilan estetik test qilamiz. Buni o'zi ichida qanaqa bosiladigan sxema borligini bildim tangacha. Mana masalan LED lampamni pulutini olaman.
Buni ichida tangacha bor-da, nima deydi? Yupqa tangachali bosadigan sxema bor va buni ham ichiga prям eng arzon bo'lgan tangachali bosadigan sxema o'rnatilgan. Bu uje tangacha emas. Bu kichkina mexaniskiy nima desa bo'ladi? Nimaga tenglashtirsam bo'ladi? iPadni ovozini prям bosamiz-ku, xuddi shunaga sal yaqinroq va originali. Originali prям bosilayotgani ham bilinmaydi. Juda ham kichkina millimetrlarda bosiladi va shu bilan o'sha videoni tugatsak ham bo'lar ekan. Men videoni davom ettirmoqchi edim. PUBG ni ichida ham test qilib ko'rmoqchi edim-da, qaysi biri yaxshi shak berar ekan deb. O'sha mana shu joyga kelib bo'ldi. Original va fake'ini farqini bilib oldingiz. Prям хотя бы o'rtacha sifatdagisi arzimaydi-da. Chunki o'rtacha sifatdagisi $10 qimmat. $10 qimmat, lekin tavsiya beraman devdim. Mana o'rtacha kачестводagini tavsiya beraman devdim, lekin tavsiya berishga umuman arzimas ekan. Mikrofon taraflama ham, prosta muzika eshitib yurishga bo'lsa kerak. Endi o'zingizning xohishingizga qarab. Esingizda bo'lsa, videoni boshida iPhone ishlatadiganlar uchun ham narx bir joyda bo'lsin, ham качество, ya'ni arzon lekin sifatli bo'lsin deb именно shu originalni Airbus'ni nazarda tutgandim. Nimaga iPhone ishlatuvchilar uchun, Redmi, Samsung ishlatuvchilar uchun bo'lmaydimi desangiz, yo'q, masalan, Redmi'ga bu Airbus Redmi bilan umuman kelishmaydi. Prям juda ham ovozi past chiqadi, вообще kelishmaydi. Samsung bilan sal yaxshiroq kelishadi, baribir to'liq kelishmaydi iPhone'chalik. O'shuning uchun bu Airbus'ni, original Airbus'ni faqatgina Apple foydalanuvchilari olib maza qilib ishlatishni tavsiya qilaman. Hech qanaqa perexodnik kerak emas, to'g'ridan-to'g'ri zaryadnik joyiga ulanadi. Muhimi originalni Airbus topsangiz bo'ldi. Originalni Airbus esa Connect aksessuar kanalimizdan topishingiz mumkin. Albatta, foydali video uchun obuna bo'ling. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga xayr, doimiy FPSingiz yuqori bo'lsin.